Joriy yilning 7-fevral kuni IT Community of Uzbekistan tomonidan AI va IT sohasida karyera qilishga bag'ishlangan keng ko'lamli ta'lim loyihasi Road Show'ga rasman start berildi. Loyihadan ko'zlangan maqsad va rejalar haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Sun'iy intellekt va zamonaviy axborot texnologiyalari bugun yoshlar uchun shunchaki bilim emas, kelajak kasblari, raqobatbardoshlik va global imkoniyatlar kaliti. Ana shu maqsadda kuni kecha poytaxtimizda IT Community of Uzbekistan tashabbusi bilan keng ko'lamli ta'lim loyihasi IT Road Show o'z ishini boshladi. Loyiha mahalliy va bir qator xalqaro hamkorlar ko'magida amalga oshirilmoqda. Asosiy maqsad esa yoshlar uchun sifatli IT ta'lim va karyera imkoniyatlarini mamlakatimiz bo'ylab teng ravishda yaratish va taqsimlash. Tashkilotchilarga ko'ra, mazkur loyiha yurtimizning 30 ta shahrini qamrab oladi va minglab yoshlar uchun IT sohasiga yo'l ochadi. Biz uchun shu yuqori sifatli bilimni butun O'zbekistonga olib kelish bu maqsadimiz. Ya'ni sun'iy intellektni karyerada qanday ishlatish yoki biznesda undan qanday foydalanish yo umuman hayotda qanday sun'iy intellekt sizga yordam berishadi. 2025-yilda shu road show qildik. Butun O'zbekistonga borib 19 shaharga bordik. Bu safarda ham 2026-yilda biz butun O'zbekistonga boramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasiga har bir viloyatga va shu road show bilan yuqori sifatli bilimni olib kelamiz. Tadbirda muvaffaqiyatli startaplar, sun'iy intellekt va mehnat bozoridagi o'zgarishlar mavzusida amaliy ma'ruzalar taqdim etildi. Tashkilotchilar amaliy ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratdi. Ishtirokchilar LinkedIn orqali karyera qurish, networking va shaxsiy brend haqida bilimlar olishdi. Shahnoza iqtisodiyot yo'nalishida o'qiydi, ammo sun'iy intellekt insonning professional imkoniyatlarini boyitadi deya hisoblaydi. Spikerlardan hozir qanaqa ishlatishni yoki zamonga qanaqa tatbiq qilishni, moslashni o'rgatishmoqda va biz o'ylaymanki, biz ancha ma'lumot olib ketamiz bugungi tadbirimizdan. Sohiba Akrom va Doston Yoqubjonov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.